Assalomu alaykum hammaga, Tohir Avto YouTube kanaliga xush kelibsiz. Bu Nexia'ni obzorini ko'pchilik kutgandi. Shu uchun ham imенно shu Nexia bilan hozir obzor olamiz. Jalil aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Aka, bu Nexia sizga общий necha pulga tushgan? Nexia mashina xarajatlari bilan 15 ming dollarda turibdi mashina. Haqiqatan ketgan, to'g'rimi? Detalma-detal nimaga ketganligini bilasiz, to'g'rimi? Xo'p, bilishim bo'yicha pnevma qo'yilgan, apparaturasi ham zo'r, to'g'rimi? Apparatura mashinada o'zini narxi 9 mingga tushgan. Kraska absolyutni toza. Hech qayerda kraskasi yo'q. Apparaturasiga 3 ming dollar ketgan. Pnevmasiga plus-minus 2,5 ming, yana ichiga mayda-chuyda xarajatlariga 1,5 ming, 2 ming ketib qo'ygan. Xullas, hamma narsasi qilingan, Hamma to'g'rimi? narsa qilingan. Pnevma ham, qaranglar, pnevma ham oddiy pnevma emas. O'zbekistonda bittasi. Bunaqasi yo'q O'zbekistonda. To'ppa-to'g'ri. Bo'lsa kommentariyaga tashlasin, ko'ramiz. To'ppa-to'g'ri. Kommentariyada kutib qolamiz. Chunki pnevma qo'l degan bir xilla bir 3 sm tushiradi, 4 sm. Lekin bu mashinada yarim kalpakgacha, ya'ni yarim ballonga tushib turibdi. Bu pnevmani ham oddiysi emas, ya'ni usilenni oxiriga tushgani, to'g'rimi? Oxirgi variant. Apparatura ham oddiy emas. Apparatura polni prayt yig'ilgan. Xo'p, unda bu mashinani ichki va tashqi obzorlarini hozir sizlar bilan birga ko'ramiz. Pnevmani boshqachasi qo'yilgan deganim sababi mana ko'rishingiz mumkin. Pnevma yarim diskagacha o'tirgan, ya'ni yarim kalpakgacha o'tirgan, ko'rishingiz mumkin. Mashina polni yerda yotib turibdi. Mana umuman o'sha joy yo'q, dakkancha o'tirgan. Aka, buni balloni razmeri necha? Razmeri 14 diskada turibdi. 55 ga 63. Bu Dubaydan zakazga kelgan, 3 oyda kelgan. Had zakaz kelgan Dubaydan. O'sha pnevma uchun. Chunki qarang, hozir bitta qaraganda bu 13 yo 12 ga o'xshab turibdi, lekin aslida 14 bu. Dubaydan had zakaz. Boshqachasi chunki, to'g'rimi? Shu uchun ham, ya'ni kichkinaga o'xshab turadi. Pnevma uchun ham zakaz qilgansiz, to'g'rimi? Pnevma uchun zakaz qilingan. Pnevmani hozir bitta alohida ko'tarib tushiramiz. O'zingizlar bitta kommentariyada 1 dan 10 gacha baho berib ko'rasizlar. Ketdik. Mana ko'rishingiz mumkin, oldi ko'tarilib, orqasi tushgan versiyasi bu. Har doim bir xil ikkalasini past qilib bersanglar odam zerikadi. Shu uchun bir xil paytlari oldini ko'tarib, orqasini tushirsam bunaqa qiyshiq Jigul'iga o'xshab chiroyli turadi. Keyin orqasiga o'tadigan bo'lsak, nimaga o'zi bu pnevma Nexia 2 ga qo'yilgan yaxshiroq mashinaga qo'yilsa bo'lardi. Misol uchun Gentra, Nexia 3 yoki Lacetti'ga, shunga o'xshash Onix'larga yaxshi mashinaga qo'ysa bo'lardi-ku. Nimaga imенно Nexia 2 ga deyishingiz mumkin. Buni sababi 2 ta 3 ta ham bo'ladi. Birinchi sababi Samarqandda boshqa mashinaga nisbatan Nexia 2 ga mehr kuchli odamlardan, nimagadir bilmayman. O'zimga ham lechniy Nexia 2 yoqadi, lekin mukkazdan ketmaganman. Ko'pchilik Nexia 2 ni fanati bo'lganligi uchun ham imенно Nexia 2 tanlangan pnevma uchun. Keyin nimaga bunga pnevma qo'yilgan desanglar, bu Nexia 2 detailing zonani Nexia 2si, ya'ni o'zlari tuning bilan shug'ullanadi. Shu uchun portfolio ish sifati shunga o'xshash ishini ko'rsatib berish uchun shunaqa imенно yig'ilgan bu mashina. O't ido hamma joy qilingan. Faralar, oldi fara, orqa fara, xullas hammasiga mehr berilgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu joyda ham detailing zona deb yozilgan. O'zlarining reklamasi. Pnevma qo'yilgan mashinada o'tirish boshqacha bo'ladi. Qara, o'zi birinchidan mashina mana belimdan kelib turibdi, mashina belimdan. Endi o'tirish qarang, o'tirish mana. Oyoq chiqib, qo'yish hech narsa yo'q bunda. Mana oyog'ingiz tengi mashina, ya'ni bunga bir noodatiy o'tirasiz. O'tirish ham qiyin, chunki pnevma qo'yilgan, mana qaranglar. Birdan o'tirib qolasizlar mana. Yerda skameykada qanaqa o'tiradigan bo'lsangiz, xuddi shunaqa o'tirasiz, chunki yer bilan bitta bu mashina mana. Chista yer bilan bitta mana. Turish ham sal noodatiy, qiyin bo'ladi, chunki bilmadim, ya'ni rullishingiz yoki kimga qanaqa qulay bo'lsa, lechni o'zimga bunaqasiga qulay. Xullas, juda ham past mashina. O'tirib tushish ham mehnat talab qiladi. Keyin slipoy zonalar qo'yilgan bu mashinada. Sababi juda ham past bu yurganda mashinalar ko'rinmay qolishi mumkin yokida baland mashinalar o'tsa sezmay ham qolishingiz mumkin. Shu uchun slipoy zona qo'yish обязательно desa ham bo'ladi. Uzbekistan Airways tezligi ham zo'r bu mashinani. 1.6 Dons 2015-yil probegi ham boshida olinganda juda ham kam bo'lgan. Hozir bu Nexia'ni haydab ko'rsaman, ko'pchilikda bitta savol tug'iladi. Shu holatida yuradimi, yurmaydimi? Mana shu pnevma holatida yuradimi, yurmaydimi degan savol bor ko'pchilikda. Taxminim bo'yicha yuradi, egasini aytish bo'yicha ham hozir yuradi bu mashina. Shunga hozir birga sinab ko'ramiz, qani yuradimi, yurmaydimi tekshirib ko'ramiz bitta. Hoppa. Hozir sinab ko'ramiz. Yuradimi, yurmaydimi? Shu holatida endi. Xo'p, mashina zavat qoldi. Endi birga urib bu mashinani haydab ko'ramiz. Qani shu holatida yuradimi, yurmaydimi? Mana qaranglar.
Qo'limga qaranglar, qo'lim tegdi o'zi. Shunchalik past mana, ketdi, haydab ko'ramiz bitta. Yurdi mana. Mana. Mashina yurdi, bilmadim nima taqiladi. Atak normalniy yuradi. Mashina o'chirib qo'yamiz. Mana yana tushib qaranglar mana. Uj bo'l, все. Hop, bu holatida ham yurdi. Endi bundan past qilish iloji bor, lekin bu holatda uj yurmaydi. Sababi mashina o'sha yerga tegib turadi, lekin shu holatda ko'chalarda yura oladi bemalol. Motorga keladigan bo'lsak, motorda bir ajralib turadigan joyi yo'q, sababi bu Nexia stok. Ya'ni hech narsa qo'yilmagan. Yanvar, stage, pavuk, bir balobatlar hech narsa qo'yilmagan stok zavodda qanaqa bo'lsa, xuddi shunaqa turibdi. Motorga usilение berilmagan. Sababi pnevmada bo'lgan mashina tez yura olmaydi. Nimaga? Chunki past yurgan joyingizda, misol uchun bir 100 yoki 120 yursangiz, bitta yana chiqsa o'zi hamma narsaga yetarli. Bafirlar tushib qolib dandala bo'ladi. Shuning uchun pnevmada yurgan mashinaga tezlik bo'lmaydi. O'zi mashinada tuning qilmoqchi bo'lsangiz, ikkita narsa tanlash kerak. Yokida tezlik tanlash kerak, yokida pasatka, ya'ni pnevma. Tushirib yuradigan bo'lsangiz, tezlik qila olmaysiz. Agar tezlik qiladigan bo'lsangiz, pnevma qila olmaysiz. Shuning uchun ikkalasidan bittasini tanlab, shu bo'yicha tuningga olib borish kerak. Hozir bu mashinani ichkarida mana yurish ko'rinishi. Endi buni hozir birga apparaturasini eshitib ko'ramiz. Bitta apparaturaga kurs so'rasiz. Top, hozir muzika qo'yib ko'ramiz. Juda ham o'zi baland. Jallaka bitta qo'yingchi muzikani. Bas, I got one question. What to do with that big fat butt? Wiggle, wiggle, Nerealniy bas, nerealniy. just a game. Yana boya aytganimdek, bu Nexia 2 1.6 dons Lux konteynerli, mana ko'rishingiz mumkin. Konteyner ham normalniy muzlatadi. Ya'ni xullas qishin yozin mashinani oynasi yopiq bo'ladi. Tonirovkada xullas konteyner bilan yursa normalniy, tim bo'lmay Nexia bo'lgandan keyin. Ko'p kishi Nexia'da konteyner bo'lmaydi deb o'ylaydi. Yoki yaxshi muzlatmaydi deydi, lekin o'zimni mana Gentra bilan muzlatsa yo bir xil yoki bundan yaxshi muzlatadi, bilmadim. Ya'ni o'zim freon ekanmi? Lekin hech qolmaydi, qolishmaydi, bir xil muzlatishlari. Endi hozir bitta mashinani o'tkazamiz deb pastga o'tkazib, keyin muzikasini baland qilamiz. Endi odamlar reaksiyasini kuzatamiz birga. Ya'ni odamlar qanchalik qaraydi, qaramaydi, xullas kuzatamiz. Ketdik bo'lsa. Savol bor. Keyingi videoda qaysi mashinani obzor qilamiz? Shuni yozib qoldik. Misol uchun mana bu viloyatdan yoki bu joydan bitta Gentra yoki bunaqa Onyx shuni yozsanglar, shuni obzor qilamiz. Xudo xohlasa, kim qaysi mashinaga qiziqsa, shuni yozinglar. Eng ko'p qaysi mashina yozilsa, imенно shu mashinani olib YouTube'ga xudo xohlasa obzor qilamiz. Obzorimiz oxiriga yetib qoldi desa ham bo'ladi. Sababi ko'p joylarni, bagaj, keyin kolonkalarni obzor qila olmadim. Sabab egasi ko'rmadi. No, atok hamma narsa tushunarli bo'ldi obzorda. Hamma narsa ko'rsatildi, necha pul nima qo'yilganlari. Xullas zo'r mashina o'zimga yoqdi. Hamma qiziqqanligi uchun birga obzor qildim. Mehnatimizni qadrlasanglar, bitta like bilan podpiskani ayamasanglar zo'r bo'ladi. Chunki har bitta odamga bitta bosgan like yanada boshqa odam ko'rishiga sababchi bo'ladi. Shuning uchun like bilan kommentariyani вообще bomba qilamiz, portlatamiz. Hammaga xayr, charchamang.